deb Robiyaligim. Bu ungacha ham noto'g'ri aytib yurganman. Keyin voy. Xudo. Shuncha payt nima xayolda yurdim? Nima uchun platformaga qaramadim degan savolni rosa qiynadi keyin. Aymali. Ular kahoda o'ynardi. O'sha paytda har doim adashtirishga harakat qilardi. Boshqa variant aytardi. Nima deydi? "Men bu variant to'g'ri bo'ladi, ishoninglar dedim. Har doim xato chiqardi, konfuz qilardi. Qardimishni bilaman. Chunki hayotda baribir o'zgarish kerak. Qaysidir ma'noda xohlaymizmi yo'qmi, o'zgarish. Kecha olishga faqat bitta narsa to'sqinlik qiladi. Nima bilasizmi? Reason. Albatta. Shaka. O'ylayman, qattiq bo'lmaganlarida biz bunaqa improvement qilmagan bo'lardi. Chunki baribir ham nimadir o'rganayotgan bo'lsak, baribir qanaqadir odam kerak. Sizni такой ushlab turadigan. Xalqaro studentlar uchun bitta imtihonni alohida nima deydi, versiyasi chiqadi. Men bu SAT topshiradigan Amerikadagi studentlar uchun alohida chiqadi. Ya'ni bizda to'g'ri xil variant. Ya'ni o'shani bitta imtihonda to'g'ri xil variantni berarlardi. O'shanda misol uchun yechib har bittasiga misol uchun 1 soat bo'ladigan bo'lsa, ben qiynaldi. Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, SAT Tashkent podkastining yangi soniga xush kelibsiz. Bugun men host. Okay. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, SAT Tashkent podkastining yangi soniga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan men hostlaringiz Muhammad Ali Chorshanbiyev. Men SAT Tashkentda 1,5 yildan beri Pre-SAT English bo'yicha dars berib kelaman. Hop, men bilan bugun SAT Tashkentda Pre-SAT dan journeysini boshlab, hozir SAT dan I would say top 1% bo'ladi. I think top 1% ga kiradigan 1530 skorga erishgan Robiya xonim Bahodirxonova. Robiya, how are you? Qalaysiz? Okay. Birinchi navbatda suhbatimiz boshida aytib o'tishim kerak. Biz SAT Tashkentda yangi rubrikani boshladik. SAT Tashkent podkasti bilan. Ya'ni bu hammasi SAT Tashkentdan boshlandi deb nomlanadi. Bu rubrika orqali sizlar misol uchun darajasi past holatda boshlab, ya'ni ingliz tilida intermediate yoki B2 upper intermediate darajada boshlab, SAT dan yuqori ball olgan yoki matematika qismidan misol uchun arifmetika yoki o'sha qo'sh ayrishdan o'tgan misol uchun kasrlarni bilib turib boshlab, SAT ning math qismida 800 yoki 790 780 ball olgan studentlar bilan suhbatlarni olib boramiz. Hop, demak unda boshladik. Robiya, qalaysiz? Yaxshi? No, you can be fully comfortable. Okay. Sizni SAT Tashkentda ko'rib turgandan bag'oyatda xursandmiz. Shaxsan o'zim xursandman. Aytib o'tishim kerak. Robiya SAT Tashkentga birinchi bor kelganda meni studentim bo'lgandi. Shuning uchun Robiya bilan qaysidir ma'noda ustoz va shogird emas, balki qaysidir ma'noda do'stday gaplashamiz bilan. Hop, Robiya, yana bir bor SAT Tashkentda sizni ko'rib turganimizdan o'ta xursandmiz. SAT Tashkentdagi journey o'ta zo'r bo'ldi. Juda ham momentlar ko'p bo'ldi, xotiralarga boy bo'ldi. Hop, shu haqida bir qisqacha birinchi gaplashib o'tishdan oldin o'zingizni bir tanishtirib ketsangiz. Xo'sh, mening ismim Robiya Bahodirxonova. Men 17 yoshdaman. SAT Tashkentda journeyimni sentyabr boshida boshlaganman. 2024 2024 как раз hozir ham sentyabr oxiri. Ровно 1 yil oldin. SAT Tashkentdan o'zi o'sha application, UC admission journeysi boshlangan. Ajoyib. Barcha yo'llar Rimga eltadi deydi-ku. Barcha yo'llar Rimga emas, SAT Tashkentdagi podkastlarga xonaga eltayotgan mana 1 yildan keyin ham. Xo'p. Robiya, xo'p. Endi qanday qilib SAT Tashkentga o'sha paytda 2024-yil sentyabr oyida kelib qolgandi? O'sha haqida bir ozroq gapirib bersangiz. Birinchi bu menga ham, buni hozir ko'rib turgan tomoshabinlarga ham juda ham qiziq bo'ladi. Qanday qilib SAT Tashkentda top keldi yoki SAT Tashkent haqida qayerdan eshitdingiz? O'sha kelish, SAT Tashkent kelish journeyingizni aytib bersangiz ozroq. Birinchi marta kelganimda boshqa filialda edi, esingizda bo'lsa. Shahristonda edi biza. Men yo'lga o'zi oyim bilan kelganman-da birinchi marta.
adashib kelganmiz, boshqa joyga borishimiz kerak edi o'zi. Keldikda, keyin qarasam, bu yerda ham SAT bor ekan. Kirib ko'ringlar dedi. Kirdim, qaradik и Bobur aka bilan sразу gaplashdik. Administrator. Tushuntirib berdilar nimaga SAT kerak. O'zi SAT nimaligini bilmaganda keldik, просто eshitgan edik, что SAT kerak deb. Amerikaga topshirishni xohlasangiz. Keldik, gaplashdik, tushuntirib berdi. Shunaqa oldin pre-SAT bo'ladi, topshirishingda kerak, keyin SAT bo'ladi deganda. Undan keyin ishim. Ingliz tilim juda past edi. General English'im bor edi, lekin intermediate bo'lsa kerak. Adashmasam, lekin IELTS topshirmaganman. Просто General English o'qib kelganman. Test olishgan. Testdan men почти boshidan boshlaganman, adashmasam. Matematikani ham, ingliz tilini ham hozir boshidan. Pre-SAT'da. Matematikam ham rosa past edi. Почти boshidan boshlaganman. Вот. Получается, matematikадан Mr. Rahmonjonga borganman. Ingliz tilidan sizga borganman. Yaxshi. Zo'r, to'g'ri tanlab olgan ekan. Okay. Hozir boyagi joyda sal xato aytib ketdim. Boyagi barcha yo'llar Etay Tashkent podkastiga eritadi emas. Barcha yo'llar o'zi Etay Tashkentga eritadigan desak ham bo'lar ekan. Nega? Chunki mana aytyapsiz, o'zi SAT Tashkent haqida bilmasdan kelib qolganmiz deyapsiz. Zo'r tanlov qilib bergan ekan. Boburga rahmat. Shu fursatdan foydalanib, Boburjon, kattakon rahmat sizga. Mana bo'lmasam, hozir bu yerda biz Robiya bilan o'tirmagan bo'lardik ham. Xo'p, ajoyib. Robiyani eslayman. Misol uchun birinchi darsimiz, ya'ni administrator bilan gaplashgandan keyin sразу darsga kirganmisiz? Probniy urok bo'lganmi yoki bir kundan keyin dars bo'lganmi? Eslamayman, lekin по-моему sal vaqt o'tgan. Yoki eslamayman. Hatto. Lekin men birinchi kungi darsimizda eslayman. O'sha paytda adashmasam xonada 5 kishi yoki 6 kishi edi. Hozirgacha esimda bor. Bitta o'zim uchun sal nima deydi, uncomfortable deydimi? Noqulay holat bo'lgan. Qanday? Misol uchun siz kelgansiz, misol uchun siz aytganingizdan keyin men o'shani noto'g'ri eshitganman deganicha butun dars davomida noto'g'ri aytib turganman. Keyin uyga borib. Yo'q, uyga bormaganman. U paytda bilmaganman-da to'lig'i qanaqaligini. Keyingi safar kelganda men ismim Robiya deganingizdan keyin yo'q, aytmagandingiz, shu meni ismim Robiya deb, misol uchun Robiya deganda o'sha qaraganingizda keyin anodan platformadami ish qilib nimadir bilib olganman-da. Robiyaligini. Bu ungacha ham noto'g'ri aytib yurganman. Keyin Xudo. Shuncha payt nima xayolda yurdim? Men shuni platformaga qaramadim degan savol meni rosa qiynadi. Keyin mayli, endi bundan buyog'iga to'g'ri aytaman deb aytdim. O'shandan keyin boshladi hammasi. Xo'p. Okay, birinchi dars boshlandi. Birinchi darsdan taassurotlaringiz qanaqa bo'lgandi? Birinchi dars kirdingizda, undan keyin chiqqaningizda keyin qanaqa o'zingiz istagan? Xo'sh, birinchi darsga kirdim. U gruppa ochilgan edi. Sizlar ELS General English ish qilib o'shan qilardinglar. Keyin uyga vazifani qarab o'tdinglar. Men просто o'tirdim. Esimda bor, aytgan edingiz, что darsi yarmi oldin anaqa uy vazifa bilan o'tadi, o'shaning uchun zerikasiz. Lekin keyin anaqa o'rganib ketasiz degansiz. Kirganman. Sразу yoqgan. Просто o'tirgan bo'lsam ham, bilmasam, sразу hamma narsani tushunganman. Esimda bor, sразу Mubina bilan o'tirganman. Da. O'sha birinchi kundan, по-моему, Mubina bilan o'rta bo'lib ketganmiz. Birga ketardik. Ya'ni bu, misol uchun, community nima deydi, qurish jihatdan ham yaxshi bo'lganda, misol uchun birdaniga aytaylik, tanimagan odam bilan ham bittada iliq munosabatga kirishib ketsa bo'lgan. Ya'ni SAT Tashkent o'sha bilan yoqqanda, men kelishim bilan sразу hamma bilan o'rta bo'lib ketganman-da. Хотя oddiy как бы ordinary life-da men sal qiynalmasdim. Yo'q, mayli, that's totally fine. Ordinary life u endi odatdagi hayot bo'ladimi? Odatdagi hayotda sal qiynalganman. Lekin SAT Tashkentda sразу hamma bilan o'rta bo'lib ketganman. Даже o'qituvchilar ham как будто o'qituvchi emas-da. Просто do'st. Kelasiz, tushuntirib berishardi har doim. Savolingiz bo'lsa, yozib ham bo'ladi, Telegramdan har doim javob berishadi. Bitta narsa esimda bor. SAT Tashkentga kelishim bilan men o'ylaganman,
ko'rganman-da, matematikam yomon vasha chatolligini. Inglizga ham shunaqa. Ikki man o'ylaganman, yaxshi zo'r topshirishim kerak edi. Bir narsa nimadir qila olmasam, agar ulgurmasam, rosa men darsdan oldin o'tirardim-da, voy ulgurmadim, nima qilaman deb o'tirardim. Lekin I tried to like make everything. Menga ham o'z qolardim, chunki o'quvchilar ichida ham baribir o'zi aytmasdim o'zingizga. Lekin ichimda sezardim-da, misol uchun o'qituvchilar ichida ajralib turadigan bo'ladi-yu. Endi hamma ham zo'r harakat qilardi, lekin baribir siz ham misol uchun aytilganlar ham даже ko'proq harakat qilgan vaqtlaringiz ko'p bo'ladi-da. O'sha misol uchun so'zlar ketishga shunaqa holatlar bo'lardi. Nima deydi? So'z yodlamaganlar darsdagi olib qilardi. O'sha paytda siz o'rtoqlaringizni kutib o'tirardingiz. Hammasini qilib olardingiz-da. Xo'p. Ajoyib. Demak, birinchi marta kelganingiz o'zi hammasi yoqqan, hammasi zo'r bo'lgan, ya'ni expectationlaringiz match bo'lgan, to'g'rimi? Ya'ni expectation yo'q edi. Expectation bilmaganimda, faqat keldim o'zi nima qilaman bu yerda. Boya men ismingizni noto'g'ri aytganda xafa bo'lganmisiz? Eslamayman. Okay. Eslamaganman ham, naверное. Da. Xo'p, o'zi ko'pinchalik studentlar keladi-da. Misol uchun introduction darsdan keyin keladigan, qo'shiladiganlar bor-da. Misol uchun kurs o'rtasidan shunaqa qo'shiladigan, o'sha paytda bizda har doim darsning yarmi homework check bilan o'tadi. Ya'ni 2 soat dars qiladigan bo'lsa, 1 soati homework checkga qilinishi kerak. Nega? Chunki o'rganilgan narsani yana mustahkamlash, ya'ni esda qoldirish uchun uyga vazifa qilishlik shart. Shuning uchun homework checkning har doim eng katta prioritilardan bittasi, ya'ni eng muhim prioritetlardan bittasi bo'ladi. Xo'p, birinchi darsda o'tdik. Darslar boshlandi. Hammasi yaxshi ketyapti. Xo'p. Pre-SAT da misol uchun 3 oy o'qidingiz. Ya'ni sentyabrdan dekabrgacha. Xo'p. Shu sentyabrdan dekabr oyigacha o'zida qanday o'zgarishlar his qildingiz? Ya'ni misol uchun aytaylik, bilim jihatdan va yana qaysidir ma'noda misol uchun o'zingizda personal, ya'ni rivojlanishingiz chiqdi. Ya'ni personal development bo'ladi. Ya'ni shaxsiy rivojlanish deydi-ku. O'shanday shaxsiy rivojlanish jihatdan qanday his qildingiz o'zgarishdi? Bilimim rosa ko'tarildi. Особенно ingliz tilidan. Matematikadan sal qiyin, chunki matematikadan bizni bilgan edim, lekin просто praktis yetmagan edi. Lekin ingliz tilini rosa sezganman. Faqat academic growth bo'lmagan, o'sha personal ham bo'lgan. Chunki qanaqadir tushuntira olmayman, lekin такой interes paydo bo'lganda, anaqa volonteringga borish xohlaganman. Keyin community bo'lgani uchun masalan qatl yig'lardi, nimadir qilardi, ish qilib rosa qiziqarli bo'lgan. Menga rosa yoqgan. И прям men sezganman, что xarakterim o'zgargan. Такой более kuchliroq xarakterim bo'lgan. Ya'ni misol uchun aytaylik, siz nimadirga misol uchun o'zingiz erishishingiz kerakmi? O'shaning uchun nima qilish kerak bo'lsa, o'shani o'zingiz topishlikka, o'shaning uchun o'zingiz harakat qilishlikka. Misol uchun esingizda bo'lsa har doim aytardim, misol uchun aytaylik, bilsangiz, kahut o'ynardik. O'sha paytda har doim adashtirib harakat qilardi. Boshqa variant aytardi. Nima deydi? "Men bu variant to'g'ri bo'ladi, ishoninglar" dedim. Har doim xato chiqardi, konfyuz qilardim-da. Har doim shunaqa bo'ladi. Keyin har doim ishonardi. Keyin aytardim. Misol uchun bolalar to'g'ri, ba'zida to'g'ri javobni aytib qolishi mumkin, lekin ko'pincha holatlarda noto'g'ri javob aytishi mumkin-da. O'shaning uchun har doim kunning oxirida nima deydi? Kurashadigan odam sizlar bo'lasiz. Kurashadigan odam sizlar bo'ladi. Shuning uchun maksimal har doim o'zingizlarga ishoninglar. Chunki o'zingizlarga ishonmasanglar, hech kim sizlarga ishonmaydi. O'sha holatda har doim aytardim-da. Darsda eng yaxshi ko'rgan partim, vdруг filosofskiy nimadir chiqib qolardi-ku. Boshlaysiz, qozonni chiqadi. Qozonda borib cho'milishga chiqadi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan nima deydi, aforizmlarimdan bittasi. Ibora deymiz, nima deymiz? O'sha. Chunki bu to'g'ri ham-da. Endi luck to'g'ri, hayotda omadga ishonish kerak. Chunki omad yaxshi narsa. Lekin omadga ishonib, og'zini ochib o'tiraveradigan odam bo'ladigan bo'lsa, baribir omad ham kelmaydi-da unaqa odamga. Omad har doim keladi, hammaga kelishi mumkin, lekin omad, ya'ni misol uchun omadni o'ziga qarab qoladigan bo'lsa, baribir hayotda yaxshilik unchalik hamma ham murodiga yetavermaydi-da, maqsadiga yetavermaydi. O'shaning uchun
Shuning uchun baribir qozonda agar bor bo'lsa chiqadi, cho'mich ketaveradi. Lekin rosa chiqqan-ku harda. Ha, rostdan ham. Misol uchun aytaylik, bilimli bo'lgan odam baribir ham yiqilmaydi ko'pinchalik holatlarda. O'sha ko'pinchalik holat bo'lmaydi ham, hamma holatda ham deyarli. Bir ikkita holat bo'lib qolmasa, boshqa holatda albatta yutib chiqishligi kerak. Nima deydi? Qoida bo'yicha shunaqa-da. Boshqa so'zlar bo'ladi, yana nima deydi? O'zbek xalq xalqi va bizning buyuk dono xalqimiz yoki dono inson yoki wise person. Wise person. Wise person. One wise person said. Birinchi prezentatsiyada, misol uchun introduction bo'yicha bitta joy bor edi. Judge a man by his questions rather than his answers. For it takes a man to know a lot to formulate the questions. Unda shunaqa joy bor. Valteriyantda so'zi bor edi. O'sha yaxshi ko'rardim. Men o'shani har doim qo'yardim. Anaqa gap hozir ham bor dardi. Ya'ni har doim harakat qilardim shu mana shunaqa so'zlarni bolalarga aytib, ulardan nima deydi ular? Nima deb o'ylaysizlar mana shu haqida deb. Kimni bilishlikka. Hammalar maksimal harakat qilardim, hech kim tinch qo'ymasdim-ku. Sizni ham tinch qo'yasiz, qolganlarni tinch qo'ymasin deb hammani davay fikrlashinglar kerak, davay o'ylashinglar kerak. Nimaga buni tanladingiz? Nima uchun? Nima deydi? Maqsad nima bundan? Nima bu bo'lmaydi? Aytaylik, atalab qo'ygan bo'lsa nima uchun bilmaysiz. Nima chiqarib yuborasiz? Ikki mana joy bor-ku. Просто так bir narsa yomon bo'lgancha yoki noto'g'ri bo'lgancha o'shani chiqarib olaman. Lekin shu manga qarashga SAT topshirayotganimda ham shu постоянно eslab turardim-da. Nimaga bu emas? Sizni so'zlaringiz постоянно miyada turardi. Nimaga bu javob to'g'ri kelmaydi? Nimaga bu javob to'g'ri kelmaydi? Yiqilib oxiri topib chiqdim. O'zi bu narsa juda ham kerak. Ayniqsa SATda nimaga? Chunki bizda o'zi critical thinking tekshirilyapti, ya'ni tanqidiy fikrlash tekshirilyapti. Bu yerda misol uchun har bitta savol bir-biriga har bitta variant bir-biriga o'xshaydi. Ya'ni o'sha variant ichida baribir ham to'g'ri javob, ya'ni 100% tekstda aytilgandek bo'lmaydi. O'sha tekst lekin tekstda qaysidir so'z orqali backup qilingan bo'ladi. Misol uchun tekstdan qanaqadir bitta evidence, ya'ni doказательство deymiz. O'zbekchasiga bilmayman to'g'risi. O'sha evidence topardikdagi, o'shan bilan mana shu yerda tekstda bunaqa deyilgan, variantda bunaqa deyilgan deb topib chiqarish kerak-da. Bo'lmasa shunchaki chiqarib olsa, bu har doim nima deydi? Bu to'g'ri kelmayapti, bu yoqmayapti deb bironta variant chiqarib olish har doim katta problemaga olib qo'yadi. Xo'p, ajoyib. Shunda demak, pre-SATda else o'tilardi. Keyin elsedan keyin nima bo'ldi? Elsedan keyin Khan Academy. Da, ya'ni writing deb ma'zur. Paper SATni readinglar bo'ladi. Lekin paper SATda ancha osonroq holatda bo'ladi. O'sha sizga qancha, misol uchun, qanday qiyin bo'lganmidi boshida shuni boshlaganingizda, elsedan keyin else bo'l tugadi, sразу bunga o'tdingda. Nima bo'lgandi? Transition. Elsedan keyin Khan Academy rosa qiyin bo'lgan. Chunki tekst katta-da, nimadir so'rayapti, nima so'rashini bilmaysiz. Esimda bor, постоянно derdi, tekstni boshini o'qiymiz, keyin savolni o'qiymiz, tekst esimizdan chiqib qoladi, muhim masala lekin nima qiylaymiz. Постоянно, особенно mubina derdi shuni. Da. Lekin bu narsa yaxshiroq edi. Chunki bu long tekstni o'qigan odam nima e'tiborini bitta joyga jamlab turishga o'rganadi. Nega? Chunki ko'pchiligimizda, ayniqsa hozir bizda misol uchun Gen Z deymizmi? Hozir 16-15 20 yoshgacha bo'lgan, даже 20 yoshlarda ham, undan tepa 25 yoshgacha bo'lganlarda ham hozir attention deficit syndrome degan narsa bor, ya'ni ADHD, misol uchun e'tiborni bir joyga jamlab tura olmaydi. Shunaqa sindrom emas, endi bu katta muammo emas, endi prosta tez chalg'ib ketish borda. O'shaning uchun bu o'ta qiyin, nima deydi? Qiyin emas-ku, katta muammo-da. Reading uchun ayniqsa. Nega? Chunki readingda o'qib turgan joyda boshqa narsaga xayol chalg'ib ketib qolsa, bu yaxshi emas-da. To'g'ri. Lekin vaqt o'tgandan keyin o'rganib ketganmiz. Уже osonroq bo'lgan. Menga lekin u tekstlar yoqardi, anaqa so'zlar zo'r chiqardi. Har doim so'zlarni yozib olmayaptim, yodlayaptim. Ya'ni bittasini ham qoldirmasdan, misol uchun. Даже aytadi-ku, misol uchun, answer choice'dagi so'zlarni ham. Da, o'sha misol uchun variantdagi so'zlarni ham bilmaganingiz bo'lsa yodlab olavering deb. O'sha baribir, chunki bugun chiqmasa ertaga chiqib qolishi mumkin. Siz shunaqa qilardingiz. Ajoyib. Demak,
hamma aytilgan maslahatga, hamma aytilgan gapni qilgansiz, shu bu bilimingiz o'sishiga ancha-muncha yordam bergan. To'g'ri. Ya'ni qattiq ishladingiz. Siqib aytgan. Xo'p, demak, o'sha pre-SAT'ning oxirida, undan keyin esingizda bo'lsa, pre-SAT tugashiga bir 2 haftacha qolganda biz qaysidir mavzuda SAT'ni grammaridan ham ozroq o'tib ketgan. Keyin mana shu grammarni endi tushuntirib bergandim. O'sha qaysidir mavzuda yordam berganmi sizga? Masalan, SAT'ga buni tasavvur qiling-da, SAT'dan oldin o'sha SAT'da tushishi mumkin bo'lgan grammarni o'qiyapsiz-da. Masalan, boundary forces, structure'da o'qiyapsiz-da. Endi SAT'ga o'tganingizda mana shu yordam berdimi? Esimda bor. SAT'ni o'zini boshlaganimizda boshqa o'qituvchi edi-ku. И gruppa sal o'zgargan, yangi odamlar paydo bo'lgan. И o'shalardan o'sha biza grammar o'tganimiz uchun qiynalmaganmiz. Boshqalar ko'pincha qiynalgan. Endi grammar boshida o'tiladi-ku, o'sha bilan rosa qiynalgan. A biz uncha qiynalmaganmiz, chunki уже bilganmiz-da. И bu как бы просто anaqa takrorlash bo'lgan biz uchun. Men tushunishim bo'yicha rosa qarashgan. Ajoyib, ajoyib. Tak, hozir shu joy haqida bitta kichkina narsani aytib o'tsam, o'zi pre-SAT tugadi, 3 oydan keyin dekabr keldi, dekabr boshi, final test topshiribsizlar, pre-SAT tugadi. Undan keyin boshqa ustozga o'tganingizda men o'zimga ham qattiq qiyin bo'lgan. Nimaga? Chunki endi mana bunaqa narsada, misol uchun kim bilandir ishlaysiz, keyin ertaga o'sha odam ketishini biz bilib turasiz, lekin baribir o'sha kun kelganda yomon, qiyin bo'ladi-da, baribir. Endi let go, let her go or let it go deydi-ku, o'sha narsa qiyin bo'lgandi. Lekin baribir ham, chunki hayotda baribir o'zgarish kerak. Qaysidir mavzuda xohlaymizmi yo'qmi, o'zgarish bo'ladi. O'shaning uchun boshida qiyin bo'lganda keyin mayli, lekin bu narsa siz uchun foydaliligini bilardim. Shunga keyin bu ular uchun yaxshi bo'ladi. Keyin shuni sekin-sekin esimdan chiqardim, lekin baribir ham SAT Tashkent edik. Ko'rishib, misol uchun nima bo'lyapti, o'qishlar qanday ketyapti, baribir ham gaplashtirsak bo'lardi. O'shaning uchun keyin bu narsani o'ylamay qo'ydim. Xo'p, endi hozir boyagi pre-SAT'ning oxirida grammar o'tdik-ku. O'sha narsani aytdingiz. SAT'ning boshida grammar o'tganimizda qiyinchilik unchalik bo'lmadi dedingiz, to'g'rimi? Hozir o'sha holatdagi experiencedan kelib chiqib, endi pre-SAT'ning oxirida emas, endi hozirgi kunda bolalarga biz pre-SAT'ning boshida o'sha SAT'ning grammariga o'xshaydigan topiklarni nima deydi? Birinchi yaxshilab tushuntirib beryapmiz. Nega? Chunki SAT'ga o'tganda grammar bir 3 tami 4 ta darsda o'tilib ketiladi. Ya'ni bu narsa kitobda berilgan 120-150 baroda berilgan informatsiyani ular 4 ta darsda o'rganishadi. Bu endi qiyinchilik tug'diradi, to'g'rimi? O'shaning uchun agar pre-SAT'dan turib, ya'ni SAT'ga o'tganda, ya'ni grammarni tushunish ancha-muncha oson bo'ladi-da. Xuddi sizda ham shunday, to'g'rimi? To'g'ri, yaxshi qilibsiz. Chunki rostdan ham rosa qarashgan. Lekin yordam bergan, ancha. Yordam bergan. Ya'ni endi o'zi Jamshidbek tez o'tadi darsni. O'shanga ham qanchalik O'sha tez o'tganlarda, lekin o'tmaganimizda qiynalardi. Ajoyib. O'zi sizlarning gruppalaringiz chiqqandan keyin ancha-muncha men o'zimga ham ko'p kerakli tajribani oldim. O'shandan keyin bu darsda plani bo'yicha ham juda katta o'zgarish kiritdi. Hozir o'sha payt o'qigan narsalar bilan hozirgi o'qitilayotgan narsalar ancha-muncha farqli. Ya'ni gruppalardan keyin yaxshilanib hozir eng nima desa bo'ladi endi? Eng perfect deb bo'lmaydi, chunki perfection degan narsa o'zi bu nima define qilib bo'lmaydi-da. Ya'ni qaysi joyi perfect degan narsani define qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun endi perfection deymiz-ku, eng zo'r holatga keldi. Hozirgi kunda eng zo'r. O'shaning uchun hozir chiqayotgan studentlar ancha-muncha yaxshi rezultatga erishyapti. Ya'ni oldin pre-SAT'dan chiqqan, ya'ni misol sizlarning davrlaringizda pre-SAT'dan chiqqan studentlar ancha-muncha qiynalib qolardi SAT'ga chiqqanda. Lekin hozir hamma narsani oldindan hisoblab chiqib, o'rganib chiqib, research qilib, ya'ni qanday qilsa studentlarga yaxshi bo'ladi, o'sha narsani bilib, hozir darsni hamma planini, materiallarini shunga moslashdi. Endi studentlarga SAT olishga faqat bitta narsa to'sqinlik qiladi. Nima bilasiz?
o'zingiz. Albatta. Shunaqa. Xo'p, endi SAT haqida gaplashib ketadigan bo'lsak, SAT ga o'tdingiz, mana grammardan o'tdik. Grammar boshida unchalik qiyin bo'lmadi. Xo'p. Keyin nimalar bo'ldi? Xo'sh, o'zi SAT ga o'tganimizda bizning gruppamiz rosa qiynalgan. Chunki как будто qanaqa qilib tushuntirsam bo'ladi? You were our supporter. Okay. И как mать Tereza. Yo'q, xohlasangiz ingliz tilida aytib beravering. Men o'zbek tilida harakat qilaman, tarjima qilib berishga. O'zimda ham o'zbek tilimcha unchalik zo'r emas. Endi tan olaman. Hozir kommentariyada bo'ladi. Misol uchun o'zbek tilini o'rgansak bo'lmaydi, birinchi ingliz tilini o'rgansam. Ming bor uzr. Endi harakat qilyapman hozir sof o'zbek tilida ko'proq gapirishlikka. Chunki endi baribir ham bitta narsani o'rganmoqchimisiz, o'shanga ko'proq vaqt ajratishingiz kerak, o'shani predikga chiqarishingiz kerak. Endi bu qaysidir ma'noda qonunday gapda, rulday gap. O'shaning uchun mana endi xudo xolasa ko'proq o'zbek tilida gaplashib, o'zbek tilini rivojlantiramiz mana. Xo'p, boshda qiyin bo'ldi, nega? You said like mother Teresa. Chunki o'zingiz ham aytgan edingiz, Mr. Jamshidbek chunki anaqa Nima? He doesn't care. Просто material tushuntiradi, savolingiz bo'lsa berasiz, lekin anaqa sizdagi support прям qimilli, постоянно. Like 24 hours, 7 days a week. Yo'q, endi Jamshidbek nima? Jamshidbekda endi studentlar o'ta ko'p bo'ladi o'sha paytlari. Lekin Jamshidbekda Jamshidbek care qiladi, o'ta ko'p care qiladi. Faqat bitta joyi Jamshidbek juda ham qattiqqo'l. O'ta qattiqqo'l. Bu qattiqqo'l bo'lish yordam beradi. Biz oldin o'ylagandik, bu yordam bermaydi, прям o'sha jahlimizga chiqib ketardi deb. Chunki nimadir noto'g'ri bo'lsa bo'ldi, boshqadan qilamiz. Lekin keyin vaqt o'tgani bilan o'sha тоже как бы personal growthga qarashdi, yordam berdi. Nimadir rosa yangi narsa rosa o'rgandik. Просто boshida qiyin bo'lgan, chunki biz sizga o'zi o'rganib qo'yganmiz-da. И как бы bunaqa qobiqdan chiqib ketish qiyin bo'lgan. Rosa qiyin bo'lgan, o'sha qiynalgan. Mana shu joyga hozir qattiqqo'llik degan joyga bitta narsani aytib o'tsak, misol uchun esingizda bo'lsa, bizlar ham anaqa nima deydi, darsdan keyin so'z o'qimaganlar bilan qolardikda, darsdan qolardik. Endi boshqacha iloji yo'q, chunki bir narsaga erishmoqchimizmi, demak, nima kerak bo'lsa shuni qilishlik kerak. Demak, o'sha paytda to'g'ri yo'lni bilgandim, o'shaning uchun darsdan keyin olib qolib bo'lsa ham so'z so'rardim-da. Endi men harakat qilardim bu narsani to'g'ri yo'lda tushuntirib berishga. Aytmasdim. Mana shunaqa qilishing shart dedim. Mana shuni qilsak, ertaga bitta yaxshi holatga chiqamiz dedim. O'shaning uchun bu yengilroq bo'lganda, ya'ni qattiqqo'llikni yengil nima deydi, ko'rinishi bo'lganda. O'shaning uchun siz o'rganib qolgansiz, endi bu yoqqa keldingiz, SAT o'qimoqchimisan, demak shu. Endi Jamshid ham harakat qiladi ko'proq qattiqqo'llik saqlab turishga. Nimaga? Endi bu SAT juda ham muhim, jiddiy narsa. Endi bu yerda u qaysidir ma'noda bu katta hayotga birinchi qadam qo'yishdi. Shuning uchun endi katta hayotga hech kim men qiynalyapman yoki bunaqa bo'lyapti desa, hech kim eshitib o'tirmaydi-ku. Shunga bu qaysidir ma'noda qattiqqo'llik kerak bo'lganda. To'g'ri, lekin men o'ylayman, qattiqqo'l bo'lmaganlarida biz bunaqa improvement qilmagan bo'lardi. Chunki baribir, по-моему, nimadir o'rganayotgan bo'lsangiz, baribir qanaqadir odam kerak. Sizni такой ushlab turadigan. Chunki например, men o'zimni bilaman, men ushlab turmasa, men bo'ldi ketdi. O'shanga yordam bergan. Просто oldin qiyin bo'lgan, lekin o'rganib ketganmiz keyin. Ajoyib. Xo'p, demak, SATni ham o'sha reading qismidan o'tyapsiz. Misol uchun readingga kelganingizda qanaqa bo'ldi? Grammar tugab o'sha readingga ketdingiz. Oy, reading вообще qiyin bo'lgan. Прям yomon bilmayman nimaga, lekin o'shanda ham Khan Academy уже platforma qilardik. Nimadir noto'g'ri bo'lib qolsa, boshqatdan qilishingiz kerak-ku, o'sha anaqa yomon ko'rardim o'sha tomonini. Lekin qiynalganmiz. Tamam. Praktis bilan qanaqadir qilib chiqib ketganmiz, lekin biz juda ko'p vaqt ajratganmiz. Esimda bor, SAT Toshkentda biz yashirdik. Shahruz bilan o'tirib, birga yechib, qarab, xatolarni to'g'rilab. Eslayman, sizlarning o'zlaringiz komandalaringiz bor edi, o'sha birga komandani qilib, nima deydi,
jasad telegram gruppalar ochib o'shda maslahatlashib kim nima qilyapti kim qayerda o'shanaqa maslahatlashib birga dars qilardik birga ishlardingizlar zo'r bo'lardi men o'zimga ham yoqardi xursand bo'lardik bizni ko'rsatmasdim ko'p narsani ko'rsatmagan ekansiz shunaqa ho'p demak boshda reading qiyin bo'ldi keyin sekin sekin o'rganishni boshladik Khan Academy'ni nima deydi startover qilib bo'lsa ham qanaqadir qilib ishladingiz va o'sha narsani Khan Academy qayta ishlash ham bu misol uchun yordam berdi nimaga chunki baribir bitta xato ketsa ham o'shani nima deydi 100% chiqarmaguncha qilaverardingiz ajoyib undan keyin nima bo'lgandi xo'sh undan keyin shu bilan birga voqea просто yodlayaptik esimda bor eng yaxshi ko'rmagan fayltlarim chunki hech kim yaxshi ko'rmasa kerak voqea juda ko'p bo'lgan juda qiyin bo'lgan kollej pandi bo'lgan esimda bor nima yana bo'lgan SAT Tashkent 9.0 bo'lgan real examda tushadigan so'zlar bo'ladi o'shani biz SAT Tashkent agar kimdir hozir ko'rib turganda o'sha so'zlarni qayerdan yaxshilarni misol uchun haqiqiy examda tushishi mumkin bo'lgandan yodlayman desa misol uchun SAT Tashkent Telegram kanalida bizada real examlarda tushgan misol uchun so'zlarni tarjimalari bilan SAT Tashkent misol uchun 9.0 degan faylga joylaganmiz o'sha yerdan ya'ni must know words degan joydan topsangiz bo'ladi o'shani yodlagansiz demak o'shani yodlagan ho'p zo'r bo'ldi-ya сразу o'tib ketdi translation kuchli bo'ldi yaxshi demak ho'p readingdan bir amallab o'tdik mana so'zlarni qiyin bo'lsa ham yodladik qanaqadir qilib yodladik college pandi o'tdi Ivy Global o'tdi SAT Tashkent o'tdi 9.0 o'tdi keyin bu yoqda advanced package ham bordi o'shani ham yodlagansiz ho'p endi biz 3-oy eng oxirgi oy endi qiyinchilik davrlarimiz tugab undan qiyinchilik davrlarimiz boshlandi yaxshilik davr emas undan qiyinchilik endi chunki praktikga kelganda nima bo'ladi oldin faqat uy ishi qilganmiz endi yo'q praktikani o'zi uy ishi ya'ni platformada test ochib berilgan lekin o'shani bitta ya'ni SAT'ni full testini yechish ancha muncha vaqt olardi keyin bu misol uchun bitta joyda o'tirishga qiyinda hozirgi kundagi odamlarga qiyin o'sha qanaqa bo'lgan sizda misol uchun praktikangizda xo'sh matematika to'g'risida aytib ketaman matematikadan faqat Mr. Rahmonjon bilan qolganmiz esimda bor oldin gruppada adashmasam 5 ta odam bo'lardi keyin ko'payib ketgan 10 tacha bo'lganmiz keyin yana kamayib ketganmizda faqat mubina bilan borardik ikki-uch где то faqat mubina bilan borardik shunaqa o'rganib ketganmiz keyin esimda bor ingliz tilidan boshlangan practice matematikadan boshlanmagan получается ingliz tilidan martda topshirishim kerak bo'lganda matematikadan faqat mayda topshirishim kerak bo'lgan shunaqa bo'lib qolgan и ingliz tilidan practice qilayotganimizda shuni ham ko'p berardi где-то shu joyda misol uchun bizani o'zi SAT Tashkent platformamiz bor edi o'sha payti SAT Tashkent platformadan test berardi ya'ni haqiqiy mana bu Bluebookda misol uchun SAT yana topshiriladigan ilova ya'ni Bluebook platformasida qanaqa misol uchun test topshiriladigan bo'lsa bizada SAT Tashkent platformamizda ham xuddi shunday topshirsa bo'ladi ya'ni xuddi misol uchun tasavvur qiling ya'ni haqiqiy examda o'tirgandek bo'lardi faqat endi bitta tomoni haqiqiy examda oldingizda misol uchun ekzaminator yuradi biz platformada qilganimizda endi uy ishi bo'lgani uchun endi uyda nima deydi boshqa tablarni ochganmisiz yo'qmi laptopda qanaqa qilib ochasiz piyoda vaqt ketib qolganda mana shu joydan ham zo'r bo'lgan ya'ni xuddi haqiqiy examga o'xshab boshqa joylarga chiqish imkoniyati yo'q ya'ni cheat qilib bo'lmaydi cheat qilsangiz vaqt ketib sistemani o'zi sizni cheat qilib tashlaydi vaqt ketib qoladi bo'ldi ho'p demak praktikasiga ketyapmiz qanaqa bo'lardi uyga vazifa ko'p bo'lardi uyga vazifa ko'p bo'lardi esimda bor kelardimda SATdan kelib uxlardim сразу вообще vaqtli yotardim keyin ertalab to'rtlardami bir xillarda 3 ta ham turardim и hamma testni yechardim 2 ta test yechardim nonushta qilardim keyin yana qolganlarini yechardim keyin yana SAT Toshkentga ketardim kelib uxlardim shunaqa bo'lgan ertalab turib yechardim SAT Toshkentga borardim vaqtli kelib
yotardim. Rejim qattiq bo'lgan ekan demak. Qattiq bo'lgan. Zo'r. Yo'q, endi tushunsa bo'ladi. Nimaga? Chunki boshqacha yo'l yo'q edi-da. To'g'rimi? Shunaqa qilish kerak ekan. Demak, yaxshi. Yana mana o'zini natijasini ko'rsatdi har holda. Xo'p. Demak, shunaqa rejimda ketardi. Ba'zida misol uchun 3 ta, 4 talar anaqa haqiqiy testlardan anaqa test berib yubordilar. Bizda bunaqa bor edi, ya'ni xalqaro studentlar uchun bitta imtihonni alohida nima deydi versiyasi chiqadi. Mana bu SAT topshiradigan Amerikadagi studentlar uchun alohida chiqadi. Ya'ni bizda 4 xil variant qilardi. Ya'ni o'shani bitta imtihonni 4 xil varianti berib yuborlardi. O'shanda misol uchun yechib har bittasiga misol uchun 1 soat oladigan bo'lsa, udan qiynaldi. Qiynalib. Keyin nima qilardi? Misol uchun test yechgandan keyin uni analiz qilardingiz? Ha, qilardim. Yoqtirmagan joyim. Chunki o'tirasiz, o'ylaysiz, tushunmaysiz. Esimda bor, praktis endi boshlaganimizda baribir SAT logikasi boshqacha-da. Siz o'ylaysiz, ikkita javob bor, ikkalasi ham to'g'ri, topolmaysiz. 10 martalab o'qib chiqardim, lekin topolmasdim. Nimaga martalaganim noto'g'ri, lekin bu to'g'ri. Bu ham g'alati, bu ham g'alati. Keyin tushunib ketib, logikasiga tushib olganman, lekin boshida mana shu narsasi qiyin bo'lgan, chunki именно review qilayotganingizda ko'proq vaqt ketadi. Просто test yechayotganingizda. Da. Xo'p, demak, praktik sinovdan ham o'tdik. Xudoga shukr, bir amalab tugatdik. Qiyinchilik tugadi. Mana endi undan ham katta qiyinchilik keldi. 8-mart, 8-martda, nechinchi martda imtihon? 8-martda. Endi nima bo'lsa, hech qilib martda boshida. Mart edi. Chunki endi bor, aytganman, anaqa ingliz tilida. Ikkinchi o'dining. Короче, event bor edi. 8-mart event. Lekin event kuni biz event emas. Test topshirgandik. Mana endi nima deydi? Biz o'z ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'z shanba kuni bo'ladi. Shanba kuni nimalarga plan qilib turasiz, lekin imtihoningiz borligi esga tushib qoladi. Xo'p, imtihondan chiqdingiz. Xo'p, birinchi imtihon topshirdingiz. Keyin nima bo'ldi? Birinchi imtihondan keyin. Xo'sh, birinchi imtihondan keyin nimadir bo'ldi, platforma yopildi. Короче, bunaqa bo'lgan. Birinchi marta kelganmiz, o'tirganmiz. Esimda bor, ingliz tilini yechganmizda, matematikani ikkita partku, birinchi partini yechayotganimizda blokbuk просто o'chib qolgan. Yomon stress bo'lgan, chunki tushunmaganmiz. Voy, tamom bo'ldi. Men o'yladim, faqat menda shu bo'ldi deb. Keyin qarasam, hammada o'chib qoldi. To'polon boshlandi, hech kim hech nimani tushunmadi. Lekin kelib aytishdi, hozir kutib turinglar deyishdi. Biz 2 soatlab kutdik. Oxiri bizani chiqarib yuborishdi. Hamma odam har xil dedi. Bir xil deyishdi, 2 haftadan keyin boshqatdan retake qilasizlar, kimdir dedi. Bo'ldi, sizlar pulingni uxladi dedi. Hech kim qaytarib bermaydi dedi. Lekin necha 3 kundan keyin где-то anaqa keldi. Email keldi blogdan. Bo'ldi, topshirasizlar. Talin. Ya'ni sizga bitta free seat, pulingizni qaytarib berishdi, yana SATni misol uchun 10 kundan keyin yana qaytadan topshirishga imkoniyat ham berishdi. Ya'ni 3 ta imkoniyat. Ana u bitta o'q bilan 4 ta tayyorlov, 3 ta qo'yanur deydi hozir. Zo'r bo'ldi. Bular qaytarib berdi, bitta free seat berdi. Yana 2 haftadan keyin topshiradigan bo'ldik. O'sha 2 haftada esimda bor, matematikam uncha kuchli bo'lmaganda, chunki matematikadan men получать где-то 2 oyimni sakrab o'tishim kerak bo'lgan, chunki matematika men keyin topshirgim kelmaganda, mayda отдельно topshirgim kelmagan, chunki matematika osonroq-ku ingliz tilidan. Martda topshirgim kelgan. O'shanga esimda bor, martda o'zida adashmasam yoki fevralda где-то gruppa almashtirganman. Mr. Firdavsga borganman. Yodga yotib olib tayyorlanganman ulgurish uchun. Lekin uncha yaxshi chiqmagan, past chiqqan. Chunki o'sha sakragansiz. Free seat bilan birga skor ham kelgan unda. Birinchidan. Skor qanaqa bo'lgan o'sha birinchida? Esimda yo'q, lekin chata bo'lgan. Endi nima ham deyish kerak? Yopilib qolgandan keyin nima bo'ladi? Xo'p, demak, mart o'tdi. Undan keyingi imtihon qachon bo'ldi? Men bu 2 haftadan keyingi imtihon topshirdingizmi yo? Topshirdim. O'sha 2 haftada
matematikaga tayyorlandim yotib olib. Ingliz tiliga ham tayyorlandim. Получается, ingliz tiliga Mr. Jamshidbek bilan tayyorlandim. Matematikaga qanaqa? Mr. Abu bilan tayyorlandim. Men rosa iltimos qilganman, mani ham oling deb. И получается, ingliz tili bilan matematika gruppam bitta bo'ldi. Bir xil odamlar bilan borardim. Matematikaga ham, ingliz tiliga ham yozib tayyorlanganmiz. Keyin 2 haftadan keyin martda topshirganmiz. Lekin uni ham chat o'qiganmiz. Ya'ni misol uchun o'sha 2 haftadan keyin martdagi yana bitta imtihonga 22-martdagi imtihongacha bizda shunaqa bo'lgandi. Ya'ni bizda o'qib ketgan studentlar uchun alohida guruh ochgandik. Xo'p, keyin topshirdingiz. Keyin rezultat chiqdi 2 haftadan keyin yana. Aprelda qaysidir kunda chiqdi. Esimda bor, matematika yaxshi chiqqan edi. O'sha kun esimda bor. O'tiruvdim-da, menga Shohroz yozayapti. Rezultat chiqdi, ko'rdingmi deb. Men aytaman, yo'q, kirmayman. O'zinglar qaranglar deb. Keyin oyman bildilar. Lekin men ochmayman bugun dedim. Chunki nimadir qilishim kerak edi-da. Hozir настроение tushib ketsa, qilolmayman, ketolmayman o'ydim dedim. Lekin oxiri ochdik. Ko'rding, matematika baland edi, 790 edi. Ingliz tili past edi. Уже esimda emas. Xo'p. Где-то 640 edi adashmasam. Вот. Ingliz tilidan sal xafa bo'lganman, lekin super skor to'g'risida bilganim uchun sal Okay, mayli degansiz. Lekin 640 ham birinchi marta topshirganda, keyin shuncha muammolardan keyin topshirganda uncha yomon emas. Xo'p, o'sha 640 bilan keyin to'xtab qolmadingiz. Undan keyin yana dash harakat qilishga o'tdingiz. Keyinroq bo'ldi undan keyin. Keyin mayga tayyorlanadigan bo'ldim. Lekin mayga men bitta tanishim bor edi. U 1510 oldi. Esimda yo'q, nimaga SAT Toshkentga ham borardim. U odam bilan ham shug'ullanardim. Shunaqa qilib, o'sha 2x praksiz bo'lganman-da. Yotib olib tayyorlanganman. Martdan ham anaqa ko'proq. Keyin mayda borib topshirganman. Lekin yodi ingliz tilim уже 660 chiqqan edi. Mayda? Уже matematikaga tayyorlanmaganman, chunki super skor qilaman deb o'ylagandim. Lekin 660 kutmaganman, chunki praktislarimda 740 chiqardi-da. Prям lekin ochganimda esimda bor, o'sha tanishim bilan birga ochganmiz-da. U tanishim aytmagan. Такой, nima chiqsa ham normalno. Sen tayyorlaning, bo'ldi. Tugadi degan. Lekin sezdim. Sal disappointment bo'ldi. Ikkalamizda bo'ldi, tushunmadik. Oldin college ishlayapti deb o'yladim. Вот. Shunaqa bo'ldi. Keyin где-то bir hafta men такой depression чуть-чуть tushib qoldim, chunki baribir kutayotgandim. Topshirishni xohlamayaptim, chunki уже bo'ldi, tugagan edi. Да. Потом o'sha tanishim aytgan menga, iyunda bor edi. И avgustda bor edi. Avgustda topshir, iyunda topshirma degan. Chunki sal dam olishing kerak, уже bo'ldi. Sentyabrdan beri maygacha sen tayyorlanib yotib qolib, o'sha SAT bilan foyda bo'lgansa, o'shanga topshira olmayapsan degan. Keyin SAT Toshkentga ham keldim. Siz bilan gaplashdim. Mr. Firdavs bilan gaplashdim. Mr. Jamshidbek bilan ham gaplashdim. Hamma dedi, esimda bor, avgustda topshir degan. Lekin Mr. Firdavs topshirmasang ham bo'ladi, normalniy degan. Chunki esimda bor, ular ham ingliz tilini rosa yomon ko'rardi dedi, SATdan. Men eslayman, kelganingizda men aytgandim. Misol uchun, okay, mayli, avgustda topshiring, lekin avgustgacha ham shuna chiqib ketmas kerak-da, application qilib turing. Misol uchun, essay yozishni o'rganing yoki universitetlarni research qiling. Mana shu misol uchun, o'zi любой narsa qilsangiz ham ingliz tilida qilsangiz, ingliz tili oshadi-da. Любой narsa qilsa ham. O'shaning uchun application qilib turing. Misol uchun, bu просто SAT topshirish degani bo'ldi. Universitetga kirdim degani emas.
bizda SATdan keyin qancha hali bitta journey turibdi, katta journey turibdi. Ya'ni SATdan ham muhimroq bo'lgan application ekan. O'shaning uchun insho yozishni o'rganing, ya'ni insho yozishda ham bu resurslarni qidirib ko'ring. Misol uchun universitetlarda qidirib ko'ring. Ularda qadriyatlaringiz tushadimi, yo'qmi? O'zingizga yoqqan universitetdan topib chiqing. Ularda misol uchun talablarni o'rganib chiqing deb aytgandim. Shu. Keyin avgustgacha nima qildingiz? Iyunda topshirdim. Iyunda topshirdingiz. Esimda bor, faqat sizga aytganman. Chunki mayda o'ylaganman-da. Xo'sh, mayda hamma bilgan. Lekin anaqa fail bo'lganimdan keyin sal xafa bo'lib qolganman. Iyunni o'ylaganman, mayda topshiraman-da, lekin hech kimga aytmayman. Agar yaxshi chiqsa aytaman. Men yaxshi topshirib qo'ydim, qaranglar, eshitmadim sizlarni. Yomon topshirib qo'ysam, hech kim bilmaydi deb o'yladim. Ana klassik taktika. Mata. Chunki mayga hamma degan edi-da, bo'l topshirma, agar topshirsang baribir ham chatoq qilasan. Keyin esimda bor, Asilbek bilan tayyorlanganman. Asilbek bilan o'qiganman SATda. Misr Jamshidbekda. Birga tayyorlanganmiz, lekin u ham bilmaganman iyunda topshirishimni. G'alati situation bo'ldi. Bir haftacham qolganida iyunning imtihonigacha biza Blue Book'da practice test qilamiz deganmiz-da. Blue Book'ni ochganmiz, atam ko'rinadi-ku, aniq qilgan registratsiya. Ko'rinib qolgan dedi, to'g'rimi? Ko'rinib qolgan. Kompyuter unda edi-da, chunki menda ochilmayotgan edi. Men senga ochib beraman degandi. Ko'rib qolgan bo'ldim, anaqa. Keyin men tushuntirdim, aytmagan edim hech kimga. Hech kim bilmagan edi, даже Shahruza bilmaydi. Keyin mayli degan, sal xafa bo'lgan. Chunki bizning planimiz edi, avgustgacha birga tayyorlanamiz. Ammo o'ylagan edim, iyunda tayyorlanaman-da, topshiraman, lekin 2 haftada javob chiqadi-ku. 2 hafta u bilan tayyorlanaman. Keyin agar past chiqsa, we will continue. Avgustgacha birga. Agar vdруг yaxshi chiqib qolsa, xayr. Bu yoqga application. Bo'ldi. Keyin Asilbek ming bor uzr. Sharoitimda qazo qildi. Shunaqa qilmoqchi edim. Lekin u bo'lib qoldi. Keyin iyunda topshirdim. Iyunda maydan ham past chiqdi. Sal где-то 20 ta ballga ingliz tili past chiqdi. Tushunmadim nimaga, lekin men o'ylaganimcha kamroq tayyorlandim-da. То есть такой tayyorlandim, lekin uncha yaxshi emas, chunki men o'yladim, sal vaqt o'zimga bersam, admission ham qildim, essaylarni research qildim, o'zimni proyektimni ochdim, proyektimni yurg'izdim-da. Bu такой 50 ga 50 tayyorlandim. Lekin da, fail qilib qo'ydim yana bir marta. Ya'ni fokus ko'p joylarga ketib qoldi. Xo'p. Hop, iyunda nimalardir bo'ldi mayli endi. Iyunda nimalar bo'lgani bo'ldi. Chunki uncha tayyorlanish ham bunchalik bo'lmadi. Fokus ko'p joylarga bo'linib ketdi. Hop, endi avgustga topshiramiz degan nima deydi, qaror qilindi-da. Decision qilindi. Avgustga topshiriladi endi to'g'ri. Hop, endi bu yog'iga nima bo'ldi? Xo'sh, oxirgacha cho'zdim. Yana bir marta. Joy qolmaguncha. Lekin esimda bor, shu period eng qiyin bo'ldi. Chunki admission ham уже серьезно boshlanishi kerak edi. Admission kursga yozildim, yo'da ham voshya ko'p narsa bor edi. Наверное, o'sha yordam berdi, chunki hamma narsa ingliz tilida edi. Ingliz tilida edi. Biz ko'p narsa o'qirdik, ya'ni kitoblar bir balo o'qirdik. Наверное, o'sha yordam bergan bo'lsa kerak. Lekin SATga uncha fokus qilmaganman. Даже register ham qilmaganman. O'sha esimni ochib qo'ygan. Keyin o'sha admission kursida bitta odam bilan gaplashganman, so'raganman. Xo'sh, menda shunaqa bor, menga где-то 720 plus kerak. Nima qilsam bo'ladi? Chunki men tushunmayman, yotib olib burib tayyorlab chiqmayapti. Agar relax qilib qo'ysam, dabdala вообще dabdala bo'lib ketyapti. И просто o'qi nimadir, просто qaytar. Agar, например, inference'im yomon edi, именно inference ko'proq qilib, boshqa narsada fokus qilma. Grammardan bir xil taqsim bo'ladi. Xo'p deganman, lekin o'shani ham qilmaganman. Xo'p, demak, keyin I just thought if my mother watched this, I am cooked. Okay. Bir xil qilganman, lekin uncha ko'p qilmaganman. В основном admissionga fokus qilganman, essaylarni yozganman,
researchimni yozganman, proyektimni qilganman. И где-то вот ровно 2 hafta qilganda register qilganman. Oxirigacha yana. Oxirgi O'zbekistonga endi bir oxirigacha o'tishimiz shartda endi, to'g'ri? Aha. o'shanda получается yo'lda deadline bor-ku, yopilishi mumkin. Ammo o'sha kechqurun I was trained, ishdan chiqmagan, nimagadir kollej borib ishlamagan. Keyin menga deyishgan, hozir register qilmasak, oxiri nimadir qilib zo'rg'alabdan qilganman. Uchta kompyuterlardan qanaqadir qilib register qilganman, keyin to'lamaganman. Voy. Shu nimalarda bo'ldi keyin? Nimadir bo'ldi, zo'rg'alabdan register qildim. Keyin o'sha 2 hafta qo'yganida men o'ylash boshladim, SAT'da nima qilsam bo'ladi deb. Gazeta qanaqadir kitoblarni ochdim, vocab qaytardim lekin. Bir xilda vocab grammar qildim. Так, keyin nima qildim? Inference bir xilda qilardim. Вот 4 kun qilganda prям yotib olib, nima tayyorlash boshlab, to'g'ri, har doimgidek. Nima deydi? Typical student bo'ldi-da. Typical student. Да, как всегда. Qattiq tayyorlanishni boshladim. И esimda bor, birinchi marta Friday kuni ham tayyorlandim. Chunki undan oldin Friday kuni faqat dam bo'ladi. Faqat dam bo'lardi, lekin shu kuni men Friday kuni yotib tayyorlanganman. Chunki bitta odam degan edi-da, esimda yo'q ham, lekin u 1520 shunaqa qolganda. When I was discussing with him, he said just chill? Нет, наоборот. No, you have to prepare. Прям u aytgan, men shu ball olishimdan oldin men Friday kuni ham kechqurungacha tayyorlanganman, 2 uxlaganman. Keyin ertalab borib topshirganman degan. Demak, 1500 marta bor bola aytgan. Juma kuni ham imtihondan bir kun oldin ham tayyorlanish kerak. Xo'p, demak siz shuni qildingiz. Qildim. Juda такой riski narsa bo'lgan, lekin qilib ko'rganman. Endi shu joyda ming bor uzr. Shu joyda bitta narsani aniqlashtirib ketaylik-da, chunki hozir bizlarni ko'pchilik ko'ribdi, bitta noto'g'ri ham informatsiya bo'lmasin. Aziz tomoshabinlar, bu o'zi misol uchun hozir Robiya aytyaptilar, 2 hafta oldin, 2 hafta qolganda imtihonga tayyorlanishni boshladim deyaptilar. Agar siz misol uchun bir oy, 2 oy yoki 3 oydan beri qattiq o'zingizda har disiplina bilan kontrolga qo'yib tayyorlanib kelayotgan bo'lsangiz, bu narsani qilmagan ma'qulroq, ya'ni o'sha juma kuni dam olgan ma'qulroq. Nimaga? Chunki shanba kuni iloji boricha yaxshi kayfiyatda, lekin uyquga to'lgan holatda borsangiz, bu ancha-muncha yordam beradi yaxshi ball olishingizga. Nega? Chunki siz tayyorgarlikda oldin qilib bo'lgan. Endi Robiyani holatida boshqa narsa bo'ldi. Boshqacha edi. Boshqa iloji yo'q edi. Yo'q, men ham qo'shib qo'yay, bu noto'g'ri, chunki возможно topiladi odam, shuni ko'rib, 2 haftada tayyorlansam topshirib yuboraman. Bunaqa ishlamaydi. Просто meni holatim shunaqa bo'lgan, chunki yotib olib tayyorlanganman, hech nima chiqmagan. Уже как бы knowledge bor, lekin просто nimadir yetishmayapti. Nima yetishmayotganini tushunmadim. Oxirida tushundim. Hozir aytiraman. O'sha kuni получается o'tirdik-da, adam bilan просто gaplashib o'tirdik. Keyin ular degan narsalari bo'ldi, просто esimdan chiqar. Imtihon topshirayotganim, praktik topshirayotganingda topshir. O'ylamay hech nima to'g'risida, просто nima bo'lsa bo'ldi, sentyabrdan bor. На крайний случай oktyabr ham bor. O'tkurasan-ku deganlar. Keyin men xo'p deganman-da. Просто esimdan chiqarib yuborganman. Rostdan ertalab turganman men. Спокойно nonushta qilib, yig'ilib, birinchi marta hamma narsam tayyor edi. Ertalab turganimda, обычно shoshib nimadir qilardim. Keyin Sodiq schoolga bordim. Birinchi marta bitta o'zim bordim, chunki undan oldin ota-onam bilan borardim. Borganimda bitta o'qituvchim bor maktabda. Ularni uchratib qo'yganman. Matematika topshirishga kelgan ekanlar. Juda g'alati edi, chunki Sodiq schoolda почти hech kim topshirmas ekan-da. Faqat получается, agar joy qolmagan bo'lsa, New Uzbekistonda o'sha yerda topshirishar ekan. Men tushunishim bo'yicha, chunki o'qituvchilarga bu yaxshiroq. Yaxshi. Ya'ni Sodiq school bilan New Uzbekistonda topshirish o'qituvchilar uchun qulayroq, demak. Возможно. Вот, keyin kirganimda kabinetga kirdim. Kabinetga kirganimda
esimda bor o'tirdimda birinchi marta man обычно oyna yoniga o'tirardimda chunki esimda bor mister Jamshidbekov aytgan edilar oyna oldiga o'tirsanglar sal такой oyna ochib havo kiradi miyaga yaxshiroq lekin yodda joy qolmaydi такой chetga o'tirib oling вот orqamga bitta qiz o'tiribdi и o'sha qiz bir payt mani chaqirdi nimadir tushib ketgan ekanda keyin gaplashib qoldik imtihon boshlanishidan oldin gaplashyotgandik keyin boshlanishidan oldin good luck dedida mana good luck to you too так настроение вообще yaxshi bo'ldi такой man oldin like I was making myself relax a bu safar наоборот то есть вообще hammasi yaxshi да hammasi yaxshi bo'ldi ko'tarinki zo'r да и topshirdim lekin qiyin edi ingliz tili вообще qiyin bo'ldi bu safar nima g'alati bo'ldi oldin sezardim ingliz tili qiyin bo'lsa matematika sal osonroq edi matematika qiyin bo'lsa ingliz tili sal osonroq edi bu safar nima bo'ldi birinchi modul osonda rostdan ham oson tam savollar man ko'rgan savollarim lekin ikkinchi modulga o'tishim bilan rosa qiyin bo'ldi matematika ham xuddi shunaqa bo'ldi и g'alati feeling chunki birinchi modul oson bo'lsa значит ikkinchi modul ham oson deb o'ylaganmanda man qarasam qiyin bo'lyaptida vokabdan boshlanib g'alati savollar chiqadi bitta vokabni ham bilmayman qanaqadir qilib yechdim да потом matematikani yechdim matematika lekin qiyinroq bo'ldi sal yaxshi bo'libdi super skoro qolgan yo shu joyda bitta narsa borda misol uchun o'zingiz bilasizku ya'ni hamma narsa ya'ni siz xohlagan yo'lda ketayotgandek misol uchun ingliz tilida aytadiku flow state deydiku misol uchun o'qiysizda hamma narsani tushunayotgandek hamma narsani kontrolda ushlab turgandek his qilasiz shunaqa holat bo'ldimi yo'q bo'lmadi lekin anaqa stress bo'lmadi stress umuman вот hech narsani o'ylamadingiz man tushunmayman anaqa tekst tushunmayman o'sha ko'p so'z tushunmayotgandim и o'shaning uchun man anaqa javob ham tayyorlamayapman lekin oldin stress bo'lib ketardim bu safar stress bo'lmadim chunki hozir stress bo'lib ketsam boshlandi bo'ldi ya'ni aytaylik hozir bitta savolni deb stress bo'lsangiz qolgan bir 20 ta 30 ta savol ham uxlaydida просто mister Jamshidbek bir marta aytgan edilar imtihonda o'tirganinglarda bo'ladi savol sizlarni bunaqa stressовый holatga chiqaradi lekin sizlar просто skip qilib yuboringlar и boshqa savolga o'tinglar keyin agar vaqt qolsa qaytib kelasizlar hech nima bo'lmaydi bitta savol o'tkazib yoki yecholmasanglar zato bu savolda stress boshlansa sizlarda boshqa savollar ham chatoq bo'ladi deganlar o'shanga man просто o'tkazib yuborardim tushunmaganimni где-то 5 tacha bo'lsa lekin yaxshi stressni juda yaxshi ignore qilsiz hop maksimalni ignore qildim chiqdim такой chiqqanimdan keyin stress boshlandi chunki juda qiyin bo'ldi keyin javoblar ham chiqadiku chiqqanimdan keyin уже javoblar bor edi qarasam где-то xatolar bor juda ko'proq xato lekin man qaramadim oldin man kelib yechardim boshqatdan qarardim nechta xato bor xo'sh topshirmayman примерно shu javoblar chiqadi degan joyga bitta narsani aniqlashtirib ketsam ya'ni SAT imtihon tugagandan keyin 1 soatni 1,5 soat 2 soat ichida misol uchun bugungi imtihon bo'ladigan bo'lsa o'sha bugungi tushgan imtihon Telegram kanallarda tarqaydi mana shu savollarni misol uchun o'ziga tushgan savollarni hamma ko'rib qanaqa yechganligini plus minus analiz qilsa bo'ladi lekin bu narsa ko'pinchalik holatlarda tavsiya qilinmaydi nimaga chunki o'zingizni nima deydi battar stressga solib qo'yapti u chunki nima deydi to'g'ri nimada xato qildingiz nimada xato qilmadingiz plus minus bilib turasiz lekin qaysidir ma'noda o'sha tashlangan javoblar misol uchun uni ham kimdir ishlab tashlaydi ya'ni o'sha tashlangan javoblar 100% to'g'ri deganiga garantiya yo'q bu odamni baribir stressga solib qo'yadi shuning uchun eng yaxshi holatda o'sha savollarga nima deydi unchalik qaramagan ma'qulroq hop to'g'ri bo'ldi chunki yana expectation degan narsa bor boshqa faillarimdan o'rganim expectation qilish вообще kerak emas chunki например expectationingiz 750 bo'lsa 710 olib qo'ysangiz 710 yomon emas lekin уже tuyuladi boshqacha lekin hech nima expect qilmasangiz 710 olsangiz нормально bo'ladi dальше ketaveraman deysiz да o'shanga expectation вообще
qilmaganman. Hamma so'raganmanda. Nima deb o'ylaysan, nima olasan deb. Lekin полностью ignore qilardim. Men bilmayman. Qaramadim ham. Voshi hamma SAT kanali tiqilib yotardi, hammasini o'chirib tashladim. Yaxshisiz. Yo'q. O'zim bo'lgan bo'ldi. Yetib keldim-da endi. Chunki sentyabrda topshirmoqchi edim, lekin уже tushunayotgandim, topshirish вообще xohlamayman deb. Chunki уже bo'ldi. Yana bir marta topshirsam xuddi shunaqa chiqadi. Уже feeling bo'lganda. И esimda bor, skor chiqishidan bir kun oldin o'ylaganman, mayli sentyabrga yozilib qo'ying. Agar vdруг nimadir bo'lib qolsa, sentyabrda на всякий случай bo'ladi. Agar bo'lmasa, pulimni просто qaytarib olaman. Kirsam deadline уже Yopilgan ekan. Deadline bo'ldi. Ulgurmadim. Вот. И o'shanda tushundim, agar avgustda bo'lmasa faqat oktyabr уже чуть-чуть ulgurmayman. Javoblari chunki ulgurmaydi chiqishi. Да, early bit ulgurmaysiz. Ha, чуть-чуть такое. Late. Да. Kech. Anxiety boshlandi. Mayli dedim. Endi nima bo'lsa bo'lar. Nima bo'lsa bo'lardi dedim. Keyin esimda bor, o'shanda SAT topshirishim bilan IELTSga tayyorlanganman-da. Chunki IELTS men esimda bor. SATda dekabrda adashmasam topshirganman. Preparationsiz. Ya'ni 2024-yilda dekabrda topshirdim. Da. Esimda bor. SATga tayyorlanayotganimizda sal anaqam ko'tarildi, ingliz tilim. Tayyorlamasdan topshirdim, chunki programmaga qanaqadir programmaga topshirmoqchi edim. O'shanga topshirishim kerak bo'ldi. Topshirib ko'rdim, 6,5 chiqardi o'shanda. Ya'ni pre-SATdan chiqqaningizdan keyin buncha misol uchun SATni endi boshlagan paytingizda topshirgansiz. Da. Ha, tushunarli. Men o'ylaganimcha, ya'ni tayyorlanmadingiz IELTSga. Ya'ni pre-SATni shunday o'qib chiqdingiz, hech qanaqa IELTSga tayyorlanmasdan shunchaki IELTS topshirdingiz. Ozgincha tayyorlandim o'zim. Просто readinglar qildim, writingda qanaqadir yozdim, speaking qildim, lekin uncha prям ko'p qilmadim. Chunki vaqtim yo'q edi. SAT boshlangandan keyin полностью SATga tayyorlandim-ku. И avgustda получается SAT bilan birga IELTSga tayyorlanishni boshladim-da. И o'shanda SAT chiqishidan, SAT получается juma kuni chiqish kerak bo'lsa, IELTS'im keyingi kun edi. O'shanga hozir ochsam o'yladim, hozir ochsam shata bo'laman. Keyin topshirolmayman IELTS ham deb o'yladim. И o'sha o'ylab turdim, ochmayman deb. Lekin esimda bor, qayergadir ketyapti o'zingiz, singlim bilan. Bitta ochib ko'rdim. Просто o'zing qaraysan, lekin menga aytmaysan. Xo'p dedi, ochib ko'rdi. Mayli, aytaqa, ana 700 dan baland, pastmi? Baland deyapman. G'alati bo'lib, 720 dan baland insam, ham baland deyman. G'alati bo'ldim. Yo, qarab ko'r, pomo, dashosan practice qarayotgan bo'lsa, bo'ldi, tugadim. Yoki yana bir marta ochib ko'rdi-da, yo'q, rostdan dedi. Ну-ка, aytib ko'rchi, 740 dedim. Mazam qochib qoldi. G'alati bo'ldim-da. Keyin hozir to'xtab tur, men ochib ko'raman dedim-da. Ochdim, yana kollej borda ishlamadi. Keyin men ochganimda ham 740 ko'ryapman-da. Voshga g'alati bo'ldim. Ishonmadim. O'sha kuni keldim-da uyga. Даже вот oyimga сразу telefon qildim. Keyin ular bilan ham yana bir marta tekshirdik. Keyin anaqa nima edi? Report bor-ku, reportni ham skачать qildik, qarab ko'rdik, 740 qanaqa qilib. G'alati bo'lib, yo, ishonmadim. Вот, keyin uyga keldik, такое нормальный report bo'lsa, nima deydi? 3-chi confirmationdagi o'tdi-da. 3-chi confirmationdagi bo'ldi. Demak, bu haqiqiy. Yo, bo'ldi-ma, как бы xo'p dedim-da, lekin bir haftadan beri kelib qoladimi yo boshqa odamnikini yubordi. Uzr, sizda menmi 6 yil. Okay. Tushunarli. Juda g'alati bo'ldi. Bir haftacha ketdi ishonish uchun. Keyin IELTS'ni topshirdim. Nima? IELTS'ni 7,5. Ajoyib. Ya'ni SATdan keyin IELTS topshirdingiz. Mana o'sha IELTSga ko'p tayyorlandingizmi yo'q? Shu joyda shuni ham bitta aytib ketaylik. Bir oy. Bir oycha IELTSga tayyorlandingiz. Okay. Yaxshi. Xo'p, nima desa bo'ladi?
ko'pchilik misol uchun o'ylaydida birinchi IELTSga tayyorlanaymi yoki SATga tayyorlanaymi boshqa deb o'ylaydi. Shuning uchun bitta qisqacha javob beradigan bo'lsak, birinchi navbatda maksimal holatda endi biz misol uchun SAT o'qiganimiz uchun emas, SATga tayyorlangan ma'qulroq. Nimaga bu umumiy bilimga oshirishga yordam beradi. Bilimingni oshgandan keyin IELTSga uzoq tayyorlanmasdan ham topshirsangiz bemalol yaxshi natija olasiz. Misol uchun mana Robiyani keysga o'xshab, misol uchun mana pre-SATni bitirgandan keyin ham hech narsa qilmasdan ya'ni aytaylik bir haftacha tayyorlangansiz o'zingiz, to'g'rimi? Ya'ni birinchi marta IELTS topshirganingiz uchun. O'shunaqa holatda tayyorlanganda ham 6,5 chiqqan, SAT topshirganlardan keyin yaxshi SAT rezultat olganlardan keyin IELTSga bir oycha tayyorlanib, keyin topshirganda uni 7,5 chiqyapti. O'zi 7,5 ham admission uchun normal skor. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, 8,5 qilishim kerak, u yoq bu qilishim kerak, yo'q, unaqa narsa kerak emas. O'zi 7,5 8 bo'lsa bo'ldi. Endi bu yog'iga unutish kerak. Ya'ni SAT 1530 plyusmi, o'shandan keyin IELTS 8 yoki 7,5 plyusmi bo'ldi. Unutish kerak. Endi bu yog'iga admissionga fokus qaratish kerak. Shunaqa. Xo'p, Robiya, mana ancha-muncha ishlar bo'pti. Juda nima deydi, mazmunli, o'ta zo'r journey bo'pti-da. Nima deydi? Journey of a lifetime. Xo'p, endi shu suhbatni yakunlashdan oldin, misol uchun aytaylik, tasavvur qiling, mana misol uchun SAT Tashkentdan boshlanadi hamma narsa. Ya'ni aytaylik, misol uchun why SAT Tashkent degan savolga 3 ta reason bersangiz. Why SAT Tashkent degan. Nimaga SAT Tashkent bo'lsa, nimaga? O'shanga. Точно уж 3 reason aytolmayman. Просто как story aytaylik. Story, xo'p. Во-первых, birinchi kun SAT Tashkentga kelganimda сразу hamma narsa tushundim. То есть, hop, SAT topshiraman. Bobur aka rosa yaxshi tushuntirib berdilar. SAT topshiraman, keyin IELTSni topshiraman, keyin admission. Admissionda ham SAT Tashkentda rosa ko'p advice oldim. Siz bilan masala yozdik. Boshqa odamlar bilan ham Gaplashdingiz. Okay, mayli. Gaplashdingiz. Boshqa o'qituvchilar bilan gaplashdim. O'sha qarash, то есть SAT Tashkent deb nomlanadi, lekin faqat SAT bilan hisob qolmaganda, to'g'rimi? Admission bilan rosa ko'p advice olganman. Nima qilish, community bo'yicha тоже ko'p narsa, chunki community rosa muhim narsa deb narsamiz. Chunki o'zi ingliz tilidan ham 5 marta naверное kurs almashtirganman. Hech qachon bunaqa community bo'lmagan, то есть. Может, boshidan boshlaganim, chunki men borganimda unaqa katta joy emas edi-ku. Hozir kruto bo'lib ketgan sizlar. Nima deydi? Salgina kuchayli deydi. Ha. Lekin shunaqa kelaman-da, почти hamma o'qitadigan odamlar bilaman. Bu yerda faqat darsga uchun emas, просто kelardik, o'tirardik shu yerda. Soatlab, esimda bor. Отдельный kabinet topardik, o'sha yerda o'tirardik. Faqat SAT uchun emas, просто gaplashish uchun ham esimda bor. Qaytib borardik, o'tirib qilardik. O'sha, по-моему, ya'ni muhim narsa. Community yaratib bergan, to'g'rimi? It can feel like just a waste of time. Lekin men uchun juda muhim bo'lgan, chunki bundan keyin o'sha community, like feeling of community sal yo'qotganman-da, chunki bitta o'zim uyda o'tirib tayyorlanganman-ku. O'sha yetishmagan, o'shanga sal qiyinroq bo'lar ekan. Chunki you feel exactly failures. А когда community bo'lganda, такой нормально. То есть qiynalasiz, lekin yoningizda odam bo'ladi, baribir. Такой osonroq o'tkazasiz. Keyin har doim qanaqadir advice uchun kimgadir kela olasiz. Lekin bitta o'zingiz bo'lganingizda sal qiyinroq. Особенно admission is something like it feels difficult. It feels kind of depressing because you have
qilib Birinchi navbatda kattakon rahmat mana bugun vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Men nima deydi? O'zimga ham rosa yoqdi. Lekin qaysidir ma'noda baribir Jordani bir qismi bo'lganman men ham. Lekin men bilmagan joylari ham katta qismimi? Men bilmagan joylari ham ko'p ekan. Misol uchun mana o'zim ham bilib oldim, xursand bo'ldim. Mana bu proud moment deydi-ku. Okay. Demak, mana shu suhbatdan o'zimga bir 2-3ta insight oldim. Buni hozir bo'lishib o'tadigan bo'lsam. Birinchi navbatda baribir ham qattiq o'qishlik kerak. Qaysi imtihonga bo'lsa ham. Misol uchun bilim olgan odam ya'ni sal misol uchun imtihon topshirganda bir 20-30 ballga farq qilishligi mumkin, lekin bu misol uchun bir martada shuna bo'lib qolishi mumkin, lekin keyingi marta topshirganda o'sha ya'ni 700 ballga potensiali bor odam o'sha 700 balldan bir 600 ga tushib qolmaydi. Ya'ni 670 yoki 680 olib qolishi mumkin, lekin o'shanda juda uzoq ketmaydi. U prosta bir sal nimadir bo'lib qolganda o'sha joyda, ya'ni hamma narsa uni yo'liga ketmaganda, lekin keyingi safar topshirganda o'sha 700 ni oladi. Ya'ni qattiq tayyorlanmasa ham. Shuning uchun maksimal harakat qilishlik kerak. Agar birinchi imtihon topshirayotgan bo'lsa, o'sha birinchi imtihonni ham seryozni olib, qattiq o'qish kerak. Undan keyin xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Robiya, keyingisi yana ikkinchi olgan insight nima bo'ldi? Misol uchun aytadi-ku, winner is the one who failed how many times I don't know. many times. Ya'ni kim winner deganda yutgan odam deymizmi? G'olib bu hech qachon taslim bo'lmagan odam deydi-ku. O'shanday siz ham martda, keyin yana martda, mayda, iyunda va oxiri avgustda mana oxiri. Okay. Xo'p. Suhbatimiz oxirida shu narsani aytib o'tmoqchimanki, hozir mana shu podkastimizni ko'rganingizdan keyin o'zingiz chiqargan xulosalarni kommentariyada yozib qoldiring. Biz eng zo'r kommentariyani tanlaymiz, bitta kommentariyani, va o'sha bitta kommentariy yozgan insonga Robiya 1 soatlik session qilib beradi, ya'ni 1530 gacha nimalar qilishlik kerakligi bo'yicha o'zlarining yo'llarini aytib ko'rsatib beradilar. Robiya, kattakon rahmat. Bundan keyingi ishlaringizda zafar tilaymiz. Albatta har doim eng oldida va eng yaxshi narsalar sizga buyursin deb qolamiz. Rahmat, buyog'i sagalu nima deydi? Formal bo'lib ketdi-yu. Okay. Keyingi sonlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va ko'rishguncha deylik-ku. Rahmat. Robiya